Söktap iğnasini indireyken boyuna kara karağını yapıştırıp yani. Sana hiç kança var mı? Basa ki. Bir de kömleydi. Ya keçe yıvıç vardı. Arakayım gitti. Gelip sana ne? Avaz çıkarsana. Ya çıkarayım mı? 8, 9. 9'da 10 neçe bola? 9'dan kanca bula adashib ketdim o. 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeni malımız insanıyız. Uçup ketsa uçup ketar. Ben işlep durumum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'da. Mana ikkita bilan necha pul buna? Oldu. 9'da ek Hammasi. Hammasi. 180 ming, 90 ming. 90 ming. Ha, 180 ming. 180 ming pul bor ekan. Qo'shamiz 90 ga 180. Ha, mana. O'sha nechi bo'lyapti? 80 ming dedingiz bu so'm. Ha. 180 ga 90 ni qo'shasiz. 180 ni qo'shsak nechta bor ekan bu yerda? 50, 9'da. Ha. Ha 72 deng, 70 nechtagini aytdim-da. Ha. 93 94, 95, 96, 97, 98, 93'da. 93 ta. O'sha nechi pul bo'ldi endi? Bu yer so'mon nechta dedingiz buni? 180 ming. 180 ming pul bor ekanda. Ha. Mana 50 ta. O 9'da Yo, 90 ming. 9'da bu. 90 ming. 90 ming. 180 ga 90 ni qo'shing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'da. 10. Mana buni Shu bilan 9'da. 9'da. 90 ming. 90 ming pul bor ekanda. Mana o'cha, 3 ta, mana. Mana 180 ga 90 ni qo'shing endi. Bo'lsa ki. 80 ga 80 ni ko'paytiramiz. 90 ga. 90 da qancha pul bor ekan? Aytingda o'zi. Qo'shingda shuni. 90 ni qo'shyapmizga endi. Matematikasiz-ku. Matematika endi. Sizdan o'rganyap bular go'rdevni usta buning bari. Pul sanashni bilganda yuramiz. To'lga narsaga ishlaydi. 180 ga 90. 180 da 90 ni qo'shsam nechta sonini aytdim-da. O'zingiz aytib bering endi. 33 ming pul bor ekanda.